6 yoshli bemorimiz bizga shikoyat qilib keldi, so'dirga shikoyatiga. Oyisi bizga kelgandagi shikoyatingiz nima edi? Shikoyat shu, o'zini yo'qotib qo'yardi. Misol uchun borib falon narsani olib kelgan desa, o'sha borardi-da, esdan chiqib qolib, aylanib, qo'ldan harakatlar qilardi, sochlarini to'g'rilardi. Qo'ldagi narsasini olsangiz ham bilmasdi, hech narsani sezmay qolardi. Bu holat bemorimizda 1,5 yildan beri davom etgan, lekin bu holatda bular so'dirgi deb qarashmagan. Aslida bu so'dirgi holat va biz bularni diagnostika maqsadida EEG tekshiruvga yubordik. EEG tekshiruvda birinchi EEGlarni ko'rishingiz mumkin. Bu bizga kelgandagi, ya'ni kelgan kunidagi EEG tekshiruvi mana hamma joyda bor. Juda ham ko'p edi bunaqa to'lqinlarimiz. Bu mana bugungi, ya'ni 1 oydan keyingi rezultat. Boshlari ancha yaxshilangan. Mana o'sha xayoli ketib qolardi 1 oy oldin. Hozir umuman yo'q bo'ldi. Keyin holsiz lanjitda, hozir ancha yaxshi, kuchga kirib, o'sha 1,5 yil oldingi holatiga tushib qoldi. Shu uchun vaqtida qilingan yordam, to'g'ri qo'yilgan tashxis va to'g'ri qo'yilgan diagnoz bu bizga nimani beradi? Bizga bolani holatini yaxshilash va to'g'ri tashxislashga yordam beradi. Agar farzandingizda qanaqadir nevrologik holatni ko'rsangiz, darrov murojaat qiling va o'z vaqtida kerakli muolajalarni boshlang.